Assalomu alaykum. Aka telefonda siz bilan gaplashganmidik? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamiz? Uyni sotib qo'ygan ekansiz? Ha, sotib qo'yganmiz. Qarang, mana yo'qona gazonlar qilganmiz. Gap yo'q. Lekin o'tiradigan joylar qilganmiz. Bu tomonlarga joylar qilib qo'yishgan ekan, o'tiradigan gap yo'q. Orqada ham shuna zeleniy zonalar qilganmiz. Mana shunaqa? Gap yo'q. Chiroyli. Ichkarida 7 ta xona, Aha. 2 ta sanuzuli bor. Ikkita sanuzi. Bitta anaqadan qilganmiz, spaning ichidan qilganmiz. Bitta opshi qilganmiz. Oshxonalari keng, zallari keng. Hammasi ko'ngilligida yangi narsadan Gap yo'q. Ko'rinib turibdi, uy chiroyli ekan, travertin qilib qo'yishgan ekan, gap yo'q. Aka, bu uyingiz manzili qayerda joylashgan? Ohangaron shahar, Aha. 4-mikrondan Abxatnoydan Abxatnoy kirganingizda degani? yoshlik mahallasi. Yoshlik mahallasi joylashgan. Gap yo'q, yaxshi. Narxi qanaqa aka buni? Narxi 130 so'rayapmiz. O'ziz uyingizmi aka? O'zim uyim makler. Hech qanaqa makler emas, o'ziz qurgan uyingiz, gap yo'q. Aka 5 oylik 130 ming qimmatli qiladi, kelishtirib ayting. 120 bersin. Uyingiz chiroyli ekan, gap yo'q, uysiz mana shu hozir ko'p odamlar mana bunaqa yaxshi qurilgan uylarni olamiz deb niyat qilib yurishdi. 120 ming yana kelishtirib berasizmi aka? Bank hech narsani anaqasi yo'q. Kelishib anaqa qilamiz. Yana sizni orqangizdan kelgan obunachilarga yana kelishtirib beramiz. Gap yo'q, qarang, to'lov usullari qanaqa to'lov usullari bor? Naqdmi? Farqi yo'q. Bankmi, mashina beradimi, kvartirami, kelishaveramiz. Barterdan farqi yo'q, Bartera farqi. Bo'ldi. Agar naqd puli bo'lsa 110 ga berasizmi? Naqd sanasa. Puli bo'lsa beraman. Gap yo'q. Xo'p, aka o'zingiz telefon nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Aha. O'zingiz sotasiz uyingizni, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol kelsa bo'ladi, odamlar ko'rishga. Bemalol kelib, ko'rib, Xohlagan payt kelib ko'rsiz, o'tirsiz bo'ladi. Gap yo'q. Mana.